ayolingiz sizga turmush o'rtoq bo'lib kelgan paytda, o kelinlik paytini eslang, qanaqa chiroyli edi. Qanaqa sarvqomat edi. Siz ko'rayotgan o'sha sarvqomatlardan ham sarvqomat edi. Siz o'sha internetda tomosha qilib o'tirgan go'zallardan ham go'zal edi. Sizni bolalaringizni tug'aman deb, sizni zurriyotlaringizni dunyoga keltiraman deb, to'lg'oq azobiga chidab, tishini tishiga qo'ygan paytda tishlari sinib tushdi. Kechalari yarim tunda uyg'onib, bolangizga alla aytganda ko'zlari qizarib, bedorlikdan, uyqusizlikdan ko'zlarini nurini yo'qotdi. Qoshidan qosh berdi, ko'zidan ko'z berdi, yuzidan nur berdi. Ana endi aytingki, sizni ayolingizda go'zali bormi? Er bo'lish faqat uylanish emas, ayolini yaqinlari oldida obro'sini to'kmay himoya qilishdir. Er bo'lish faqatgina nikohiga olish emas, nikoh vaqtidagi qabul qildim degan va'dasiga sodiq qolishdir. Er bo'lish bola paydo qilish emas, o'sha bolaning onasini ham hurmatini joyiga qo'yish va e'zozlashdir. Er bo'lish faqat baqirib ayblash emas, hech bo'lmasa boringga shukr onasi degan so'zlarni ayolga sovg'a qilishdir. Er bo'lish ayolni har qadamiga cheklov qo'yish emas, uning sog'inchini eshitish, dardini tinglash va charchog'iga quloq tutish. Er bo'lish ayolga doim bu seni vazifang deb ta'na qilish emas, charchadingmi, dam ol onasi deya olish. Er bo'lish bu ojizani haqorat qilish emas, so'kish, urish emas, Allohning omonati deb qarash, avaylab asrashdir.